Assalomu alaykum hamyurtlar. Bugun mana Jizzax viloyati Zomin tumaniga bir to'plam, o'zbekcha gaplashaylik, bir to'plam narsa berib yuryapman. Hop, ikkita katta temir g'ildirak, hop, bitta chizili, ikkita ochari, ikkita lapkasi, mana bu yoqda lapkasi. Tayda turibdi. Lapka stokalar bilan berib yuryaptik. Shunaqa narsalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Hozir buni Jizzaxga qatnayotgan tog'alarimizdan berib yuryaptik. Hamma joyga yetkazib beradilar, xudo xolisa. Mana tog'a. Mana. Ana, yopingchi. Kapotda tegmasa kerak. Nega tegmaydi? Yo'q. Tog'a, yaxshi yetib oling. Bo'pti, telefon qilaverasiz, bor.